Salma, sizlarni ko'rib qo'shildim. Sizni yana bekor qilg'ili keldik. Hozir ishim yo'q. Qani yuqoriga chiqinglar. Oo. Tunchi qatim bosh o'tirganlikni ko'rdim. Shunda bugun birli da'vo bor ekan. Uni so'rab bo'lib kelishim, qo'zaq. Birli da'vo odamlar qondiqsiga har kuni nurg'un da'vo dasturlar keladi-ku. Asram bilan Ashmandan iborat eng chong ikki jinoyatchini zindonga tashlagandan beri boshqalar o'zini chetga ilib da'volarni ozlab qoldi. Bizga foyda bo'pti. Yollarda uzunroq o'tira oladigan bo'ldik. Shunda qizim Safa, Sayfidan ko'rinmaydi-ku. Shotut bilan o'ynayotdi. Uni qudam beryotdi. Dan yaxshi, Sayfi yaxshi. Ha ha. Oxiri yaxshi do'stlardan bo'lib qoldinglar mana. Shundoq buva, bundan keyin uni oldimayman, bo'za qilmayman. Yaraysiz Sayfiddin. Bizni tamasha qilgaga o'xshamamsan, Miftah. Mahbuslarning xizmatini tekshirgili keldim. Qo'sqinlar to'yvatamdi. Ha, alhamdulillah. Tamoqlar yaxshimi? Ha, yomon emas. Nima bu? Bundan ko'kirib qopti. Yigilib bo'lmaydi. Har kuni berilayotgandan-ku. Undaq bo'lsa bo'lmaydi. To'g'ri deysan. Bu nanni yangla. Sen bizga nima ish bundoq yaxshi muomala qilsana, Miftah. Men zulm va nachar muomalaning ta'minini yetkish tortdim. Menga jafo mushaqqat qilganlar bo'lsa-mu, ularning zulm uchirishini xohlamayman. Avomning ahvolining buncha tez yaxshi bo'lib ketishini faqat o'ylab boqmabdimi? Adolat dillarni g'azab nafratdan, g'am qayg'udan saqlab, kishilarga xotirjamlik baxsh etadi. Endi bizga Zoid birisi soni qissini davomini etpaslar buva. Bo'ladi etib beray. Qayerga kelgan edik? Aka ufqalar singlisini Zoidning qarab qo'yishiga topshirib, jangga chiqib ketgan yeri kelgan to'q. Shundaq, ular singlis uchun Zoidning ibodatxonasining yoniga ujur sevotgan. Okukular singlisini ayollarning fitnasidan qo'rqadigan Zoid Barsesaga topshirib jangga otlanibdi. Barsesa ep kelgan tamoqlarni qizning hujrasi oldiga qo'yib qaytadi ekan. Uningga qarab silishdan va paranglashib qilishdan o'zini tortadi ekan. Barsisa ustoz ep kepti-da. Nimishqa rahmat aytib bo'g'ich ketib qolgandi. Allah onun rahmet qilsin. Uzu yo'qab ketdi-ku, aziz do'stim. Allohning keng zaminda aylanib ajoyib yaratmishlar haqida fikr yurgizdim. Ta'lim bergan duolarning ta'siri qaltisgan. Uni bemorga o'qimayla saqib ketdi, hazratim. Alloh shifoliq berguchidir. Biz faqat sabab qilguchilarmiz. Bir ish bo'ldimi do'stim? Ko'nglimda bir andishi bor. Ig'ir bir mas'uliyat yelkamni besiyotdi. Xabar qo'yishim uchun bir qiz omonat qilindi menga. Alloh yordamchingiz bo'lsin. Bugun bo'rlarning avlig'ini angladim. Yaqin atrofda go'sht puruqini purab qolgan o'xshaydi. Qizning tamog'ini ishki qo'yib qo'ygan edim.
Böğrü yep ketken bo'lmasa yana. Bilmedim. Eng yaxshisi tomoqni qiz ilib hujrasiga akirib ketgicha qarab qo'ysizlar. Shunda qilsam bo'ladimi? Siz Zahid Bersisa ustozgu deyman. Yo'q. Siz emasmi? Emsa siz kim? Yo'q, men Bersisa, men ustoz emas demoqchi edim. Bak kamtarkallah. Tamoq yeb kelgan edim. Bu tomoqni o'zi tayyorlab ep keldimi, ustoz? Bu mening mas'uliyatim. Böğrü yep ketmesin deb chiqishingizni saqlab turgan edim. Saqlab. Ha? Böğrü bormikan? Nima? Men bilmayman. Men qaytay. Men qo'rqyapman. Sizga ko'p rahmat ustoz. Avaylabmangsizlar. Ishni ichidan taqab o'tiring, ha? Özür tayyorlab ep keldingmi, ustoz? Voy, mag'firat qilg'aylar. Mag'firat qilg'aylar. Rahim qilg'aylar. Namusimni boshdan boshlamasam bo'lmadi. Cho'qim u qandoq jur'at qilgandi, ha? Ishni ochmayman. Kim o? Bo'lmaydi azizim. Kechirsizlar do'stim. Men Umikin debdiman. Kimni deylar? El qiz sizga gapini qilib bergan qizchi. Mening ismim yo'q. Akilrim menga topshirib bergan eliq qizim deyman. Eliq qiz. Endi ism keldi. Kechirsizlar. Bundoq so'zlarni ismni saqlab yurmayman. Sizga faqat bir qitimni gapini qildim. Bo'ri tomoqini yeb ketmasin deb saqlab turgan edim. Endi uning yoniga hargiz bormayman. Eg'ir kasal bo'lib yetib qolgan eliq qizim demoqchimi? Nima deyotdilar? Meningcha o qiz cho'qim sakrat tushib qoldi. Sizlar nima billah? Odamning yuragini azgida qattiq yutilyotidi. Bechora qiz. Biroz qutqizib olmasa, asta o'lib ketadi. Asta. Endi qanday qilib? Yeniga kirib holidan xabar olsalar. Nimadan qo'rqatdilar? Sizlar degan Zohid, Xudogo'y, tilovatkor zot, duolari ijobat bo'lsa. Durust. Ammo yoki shundoq qilalar, yoki bo'lmasa qizning o'limiga sababchi bo'lib, Alloh oldida gunohkor bo'ldilar. Ya Allah. Kechiring. Yaxshi qolganmidi deb kirishim. Keslar ustoz. Qanaqroq turyapsiz? Yaxshilanish bormi? Eg'ilishib ketdi. Obdan dam olsangiz bo'ladi. Sizni yolg'iz qo'yib uxlab qolsam qanday bo'ldi? Xotirjam qaram elavering. Sizning xizmatingizda bo'g'ilib kirdim. Undaq demisizlar ustoz. Men sizning xizmatida bo'lsam bo'ladi. Kuchiman. Qani bu qog'ozni e'lon. Bu bek foydali. Bek tatlı ekan. Rahmat ustoz. Bu qilishga tegishli ishim. İsminiz nimeti? İsminiz? İsmim Rimonda. Rimonda. Bu isimning ma'nosi nima? Olam Nuri degan gap bo'larmish. Olam Nuri? Nima degan go'zal ism. Men qattiq pushaymon qilyapman. Yaxshi chiqib pushaymon qilyapamdilar. Sizni tushunmayapman do'stim. Qiz saqayib ketdi.
Endi ona yine bo'lmasa mı bo'laverdi. Endi bormayman. Yanicho. Davomlashtirsinlar. Elim o, kunda yo'qlab turyapman. Biraz zaruriyat bo'lmasimi, yenida o'ltirib paranglashib qoldim. Paranglashib qoldim desa, Qandaqsiga zaruriyat bo'lmaydi. O bichora 4 tomning orasida yolg'iz tursa, albatta zerikidi-da. Sizlar onunga tasalli berib, ko'nglini echib qo'yishlari kerak hozirda. ko'nglimni ochamdiman. Bu bek qo'rqinchli gap bo'ldi. Nimadan qo'rqyapsizlar? Men degan er kishi pitniga chiqib qolishimdan qo'rqaman. O degan chiroyliq ham shundoq yosh. Sizlar odatdagi odamdek gap qiladi ekanlar. Sizlar degan zohid, sop niyatli kishi barsisa, o'zlarini odatdagi odamlarga o'xshatmaslar hozirda. O'xshatmaslar. Sizlar shunday qaramdilar. Nimishqa o'zingizni charchatdingiz? Nima desangiz, men tayyor. Allah sizlarga rahmat qilsin ustoz. Takal o'qimam. Güzel limonda. Qandaq ish bo'lsa, men o'rlayman mana. Allah sizlarga rahmat qilsin ustoz. Takal o'qimam. Güzel limonda. Sizlar bugun ibodatxonaga berib aramamamdilar ustoz. Bu yerda ko'nglim aram topmaydi ekan. Bekkashib ketdi ustoz. Eng yaxshisi berib uxulsizlar. Olamning nurini bu yerda yolg'iz tashlab qo'yib, qandaqmi uxlay olayman? Siz mening ko'z nurim Raymonda. Mana siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Raymonda. Buncha vaqtdan beri qayerda eding? Kechirsilar pirim. Vasvis xizmat bilan oldirash bo'lib ketdi. Raybasi sening ish bilanmi? Foydasi bo'ldimi? Tez bo'l. Barsisa buzuqchilik qildi. Rasma? Ishidan mavatiman. Oxirini ozdira olibsan-da? Oh shayton qaltis. Uni azdirish plani buning bilan to'xtab qolmaydi, pirim. Qandaq deysa oq shayton. Texim ozdira olamsan? Başlagan ishimni bir oxirlashtirib olay. Shu vaqtda bilib qoldilar pirim. Nima yig'laysiz? Bundan qilg'icha erib ketgan bo'lsam-chi, o'zimdan nafratlanyapman. Qalbimda faqat sizga bo'lgan muhabbatli bor Raymonda. Bitnab qalay ustoz. Men bilan ko'rinir bo'lmasin. Sizni ibodatxonamga olib kelib olaman. Shu yerda birga turamiz. Xalqlarning gumonini qo'zg'amaymiz. Akalarimchi, ular bu rasvochilikni bilib qolsa. Ular kim deydi? Mening ichim shundoq yashamdi. Barsesaning qilmish tufaylidan gunohsiz bir buvoq dunyoga keldi. Balaning yig'isini past qilsingizchi, Raymonda. Bu balaga nima bo'lganki, kecha javob chiqdi. Sizga necha qitim aytdim. Menga bala lozim emas deb. Bala topqilib bizga xotin bo'lmasak. Bu bichoraning nima gunohi bor? Gunoh bizda. Xalqlar bu yerda buvoq balig'ini bilib qolsa, ularga nima deyman? Darhol past qiling da'vatim. Past qiling. So'qtin to'layotdi. Ko'payib paslar. Men o'rnimdan tura olmayman. Ko'nojiramni berib, kiyimlarimni ep kelay. Shuni o'yagay. Isib qolsa, ajab emas. Assalomu alaykum. Ibodatkor, tilovatkor Zohid. Yig'layotgan kimning bolasi bu? Bilmayman. Boshqa biroz ko'rib qolsa, rohibning ibodatxonasida yangi tug'ilgan buvoq bor ekanda, cho'qim yomon gumon qiladi. Bu men Qizning akillari ko'rib qolsa-chi. O chaqda nima ish bo'ladi?
Bu o'zlari topgan bosh qetinchilik ekan. O'zlari hal qilsalar, ha? بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم Bolasını öldürdüm de bu. Afsus, shunday qiladi. Omonat qo'yilgan qiz bilan o'tkazgan gunohi yetmagandek. U omonatga xiyonat qildi, buzuqchilik qildi. Ondan keyin qotillik qildi. Bularning hammasi shaytonning plani bo'yicha bo'ldi. Qandoqsi gap bu? Uni shayton ozdirdi, yomon ishlarni yaxshi ishda ko'rsatdi. Shayton uning ojiz nuqtasini tutib olg'achqa, u osonla jinoyat sodir qilishga boshladi. O şeytandan qutulamdı bu. Qissani davomini Xudoyim buyursa, aytib aytib beray, bolalarim. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah gönüllerini kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberini tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz biz Hem unutulmaz hem acayip Kur'an'da Var hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Pervaz kini kük
başımı